G'uzordan bemor kelibdi. Ayollar chiqib ketgan. Doktor aytibdi. Nima dedi doktor? Çıkmagan çıktı. Tabip sağdım. Bu tarafını sağdım. Tabibga borgan ekan, soldim degan ekan. Lekin mana hozir ko'ryapmiz, mana oshida ikki tomoni, mana ayol beti bu tomon chiqib ketgan. Men bularga nima qildi desam, parafen bilan suvcha qo'ydi dedi. Ayol kuydirib pishirib telagan. Sizmedi de ağırlıklarmış parafen koydu. Bu og'riqlar bilan sezmaysiz. Bu kuygan. Bu og'riqlar juda nima bo'ladi. Yaptı da olmaz karadan yaklar. Holatni qarang endi buni. Bu chiqib ketgan narsani endi bu parafen nima kerak chiqqan narsaga, sivit nima kerak bu? Ben nasıl şuradaydım. Şu O'renov aytgan uchun oldimda. Hozir Bo'lib ketadi. bo'lgan hozir gapirishdan bilmaysan-da. Men bilmadim da degan uchun. Men kimga hozir murojaat qilishni bilmayman. Doktorga gapirsangiz, doktor bizani yomonlar tabib yomonlasangiz, tabib unaqa. Demayman da faqat yaxshi bo'lib ketsin. Mana hozir bizga keldi, mana endi ko'ramiz. Mana oyoqlari chiqib ketgan juda. Holatni qarang.